qo'yman. Olmoslarim ko'pligiga qarab. Bu nima? Kliper uy hayvoniga o'xshaydi. Bu o'zi nima qila oladi? Yo'q, bu portlarkan. Bugungi videoda shu va yana 9 ta shunga o'xshash qiziqarli uy hayvonlarini yasaymiz. Aytgancha, bu videoning ikkinchi qismi. Agar sizlar qandaydir mo'jiza orqali uning birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, birinchi o'shani ko'rishni maslahat beraman. Yo'qsa hech narsaga tushunmay qolasiz. Aytgancha, mabud, bexosdan, bilmasdan. Uchinchi qismini ko'rgingiz kelib qolsa, sizlar menimcha nima qilishni bilasiz. Ha, albatta, kanalga obuna bo'lib qo'ying, kerak bo'lsa qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Obuna bo'ldingdek meni aldolmaysizlar. Mana 100% aytib turibdi, 76% obuna bo'lmagan deb. Shuning uchun obuna bo'linglar. Axir kim uchun qilyapti shuncha harakatni? Qishloqda o'sha yerdamisan, nima qilyapsan? Uchdi. Bip 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 bip. Bu yerga kel, yaramas Enderman. Qishloqqa ehtiyot bo'l, oldiga ketyapti. Yo, bo'ldi, mana bu yerga. Bo'ldi, bu yoqqa kel, yaramas, to'xta. Oldin mana bu golemni kuchini yo'q qilish kerak. Bo'ldi, yo'yaman hozir. Bu yerga kel. Qanday qo'chyapsan? Yaramas, bu yerga kel deyapman. Obbo, jonga tegyapsan, kuvana qo'ya. Bu yerga kel. Qora, men senga ishonaman, ardi yo'yib tasha. Men bu yerda suv qo'yganman. Men haqida xavotir olib tashlamasang ham bo'ladi. Bu yaramas sizga yana nima bo'ladi? 2 ga 1mi? Mayli, ikkalayni ham qo'qiman. Siz minus, Enderman ham minus va undan tushdi. Oddigina loy bo'laga tushdi shuncha mashaqqat uchun. Shunaqidan motivatsiya. Ular taslim bo'lmash kerak, harakat qilish kerak, sizlarni o'ldirish kerak, hammasi o'xshaydi. Bu Minecraft olamda shuncha kundan beri yashayapman. Minecraft bo'lsa menga daraxt chop deydi. Qanday dahshat. Mayli, chopish kerak bo'lsa chopaman. Negadir Minecraft meni tanimayapti shekilli. Bo'ldi. Bugungi qismda biz mana bu hayvonlarni yasaymiz. Sehrgarlik, Ender Chest, Anvil, Banan, Creeper va Magilla o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi qishloqqa? Qabrtosh bo'ladi, qabrtosh. Birinchi uy hayvonni yasash uchun bizga kerak bo'ladi toshlar, suyak, zumrad va sandiq. Bu endi pechga yasab toshlarni eritish kerak. Qishloqqa o'tgan qismni ko'rmadingmi deyman. Axir bizda pechka bor-ku. Bu orqali bemalol hamma narsani eritish mumkin. Sandig'im butunlay narsalar bilan to'lib ketdi. Bularning hammasini men o'ylashimcha bo'shatib tashlash kerak. Bazamizda bironta xil resurs yo'q. Hammasi sandig'iga so'g'asan. Men ham ishlatsam maylimi? Nima bu surlarni tashlayapsan-e? Chiqindi paqirga o'xshab ko'ryapmanmi? Chiqindi paqir nima ona tiliga yangi so'zlar qo'shyapsanmi qishloqqa? Hammasi sandiqqa soldingmi? Qani sandiq? Mana shuni ochib turibsan-ku, nima? Ichida hech narsa yo'q. Bunisiga soldingmi? Ko'zlaring to'rburchak hammasi turibdi. Bo'ldi, toshni etishni boshladi. Mana bittasi allaqachon tayyor. Yana bir nega bu toshlar? Ha, toshni 2 marta pishiryapti bu la'natni. Bo'lmasam toshni oldinroqqa qo'yamiz. Shunda endi o'xshayapti shekilli. Ha, bo'ldi, o'xshayapti. Qishloqqa qolgan narsalarni yig'ib turibsanmi? Aytganing yo'qki, kallak mana yig'yapman maylimi. Zumraddan o'sha 2 ta, xo'sh, yana suyak, keyin sandig'imiz ham bor ekan. Mana shu yoqdan ushla, yeb ko'r, mazali senga yo'qsa kerak. Va mana shu yerda sandiq ham bor edi. Ha, tayyor. Mana shu yasab tasha tezroq. Bo'ldi, hozirroq yasaymiz. Verstakni ochamiz va craft solamiz. Boshdan